Media maydanda бәсекелік күшейіп атырған бүгінгі дәуірде ғалаба хабар құраллары уәкілдерінен тек қана білім емес, креатив өтушілік заманауи қатынас мәлімдемені өзгеше ұсылда аудиторияға ұсыну да талап етіледі. Демек, бұл талаплар қаншелі дәрежеде бүгін журналистлеріміз заманауи масс-медиа уәкілдері тарапынан орынланып жатыр. Милли контентлер жарату, халықтың мәлімдеме алуға болған зәрурлігін қанағаттандыру істерін елде рауажландыру мақсатында пайтақтымыздағы Аққу комплексінде 5 күн давамында өткерілген медиа хаптелік шеңберіндегі семинар тренингілерде осы бағдардағы білім һәм көңілділік берілді. 400-ден астам ғалаба хабар құраллары уәкілдері һәм медиа майданда дүрөтушілік алып барып отырған жастар. Оннан астам медиа тренерлер. Олардың арасында профессорлар, халықаралық журналистлер, мемлекетімізге белгілі тәжірибелі журналистлер, сондай-ақ миллионлап бақылаушыларына ие блогерлер де бар. Медиа хаптелік тикарынан контент орай тарапынан шөлкемлестірілген һәм тикарынан блогерлерге контент таярлау бойынша кең түрде мағлумат беріп жатыр. Мавлюда Даслеп контент орай хақында аз ғана мағлумат берсеңіз. Контент to'g'risida biz mana yoshlarga ideya qilishni, qanday kontentlar qilsak to'g'ri bo'ladi, auditoriyaga nima berish kerak va nimalar bilan shug'ullanish kerak, bemalol narsalarni yig'ishtirgan holda xalqqa manfaatli, ilmiga, bilimiga chiroyli bo'ladigan narsalar berish haqida gaplashyapmiz. Qanday qilib Instagram yurg'izsa bo'ladi, qanday qilib dunyoga tanitish kerak, nima narsalar qilish kerak, ssenariy yoki bo'lmasam qandaydir trendoviy narsalarni ko'rsatish shu haqida ko'plab suhbatlar bo'lyapti. Qoraqalpoqni o'ziga yarasha urf-odatlari, milliyligini ko'rib, to'g'risi men kecha muzeylarga tashrif buyurdim. U yerda milliylikni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. O'zimga ham g'oyalar kelib ketdi. Mana shularni dunyoga tanitish kerak. Ko'plab yoshlarimiz shu blogerlikka qiziqishadi, lekin qanday boshlashdi va qanaqa ommalashtirishdi, shu narsalarni bilishmaydi. Ko'pchilik menga yozardi Instagramdan, biz viloyatdan, mana shu yerdan sizni kuzatamiz, bizga maslahat bering yoki shogirdlikka oling yoki bir narsa deydi. Uning uchun har bittasiga biz vaqt ajrata olmasdik. Mana shu forumda foydali bo'lgan tomoni biz ko'plab yoshlarga shu narsani o'sha 2 soat, 3 soat mobaynida biz tushuntirib berdik. Lekin to'g'ri, hali oxirigacha men ichimdagi fikrimni vaqt kamlik qildi, lekin bunaqangi forumlar ko'proq bo'lsa, ko'proq yana ma'lumotlar yetkazsak bo'ladi. Lekin ancha yoshlarimiz bilan suhbatlashdik, shuncha imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, Qoraqalpog'istonda men o'zgarishlarni ko'rib xursand bo'ldim. Hamma imkoniyatlar bor yoshlar uchun ijod qilishga. Faqat ijod qilish kerak. Yaratish uchun kimdir hech qanaqa fikrsiz ko'rgan odamlarning xulosaida o'sha bir daqiqada ko'rib manfaatli narsa berish o'sha inson. Менің рекламаларымның көрушілер саны аз еді, һәм осы медиа хаптелігінде қатынасқаннан кейін менторларымыз, ұстазларымыз тарапынан берілген білімдер арқылы, яғни қандай элементлерден, қандай сөздіктерден пайдалану керек екенін, қандай режимдерді пайдалану керек екенлігін үйреніп, сол нәрселерді әмелиятта сынаған халда бір күннің ішінде де мен нәтижелерін өзімде сезе бастадым. Яғни менің видеоларымда, менің профилларымда көрушілер саны көбейе бастады, ағзалары арта бастады. Осы хаптелік давамында алған білімдерімді елде рауажландыруға, контентлерімді жетілдіруге харекет етемін. Біз журналистлер әдетте тарауларда рәсми мағлұматларды мәлімдеме қызметі басылықларынан аламыз. Медиа хаптелік шеңберінде әрбір тараудағы баспасөз қаткерлерде қатынасып жатыр. Оларға тикарынан жасалма интеллекттен пайдалану каналдарды жүргізуде нәтижелікке ерісу бағдарында білім һәм көңілділік беріліп жатыр. Алдағы уақытта сол мәлімдеме қызметі басылығы вазипасын жасалма интеллект иелеуі мүмкін бе? Дәвір rivojlanishi jarayoni keskin tarzda davom etmoqda. Fuqarolarimiz o'rtasida sun'iy intellekt albatta odamning o'rnini bosadi degan fikrlar ham uchrab turibdi. Lekin hozir seminar davomida malakali o'qituvchilar tomonidan bu savollarga ham aniq lo'nda javoblarni oldik. Hozir ko'pchilik sun'iy intellektdan foydalanadi. Lekin bu sun'iy intellektning javoblarining o'zida ham inson omili bilan uni nazorat qilmasa, albatta
u tirik insondek javob bera olmaydi. Demakki, sun'iy intellekt jurnalistikada yoki bo'lmasa shu matbuot kotiblarini vazifasini bevosita o'zi bajara olmaydi. Chunki u inson sifatida, tirik inson sifatida fikrlay olmaydi. Bu media haftaligi biz uchun katta saboq oladigan imkoniyat bo'ldi, chunki bu yerda nafaqat jurnalistika sohasi ya bo'lmasa matbuot kotiblarining vazifalari, balki shu sohaga aloqador ko'pgina yangiliklarni olishga ega bo'ldik. Hujjatli filmler har bir davr haqында tomoshabin sanasында ayqin kartinani savlelendirude ulkan ahamiyatga ega. Media haftalik shengberінде hujjatli filmler haqında da elimizga belgili tajribali jurnalistlarga, o'rgatuvchilarga, rejissyorlarga, publitsistlarga keng turda ma'lumotlar berilib atiribdi. Aybek, so'nggi vaqtlari siz ko'pincha filmler, яғни көркем фильмлер һәм сериаллардың режиссер сипатында белгілісіз, сондай-ақ hujjatli filmlerді де таярлайсыз. Бүгінгі медиа хаптелік давамында hujjatli filmlerді таярлау, жаңа тенденциялар хақында қандай мағлұматларға ие болып жатырсыз? Hujjatli filmler tayyorlaуда көбірек тексттерді қашуымыз керек, тексттерді азайтуымыз керек. Бүгінгі тамашагөй талғамына сай, бүгінгі тамашагөйдің диққат итибарын ұстап тұра алатұғын hujjatli filmlerді қалай таярлауымыз керек, міне солар бойынша көптеген мағлұматлар алдық. Бұның мысалы сипатында Өзбекстан 24 телеканалы тарапынан таярланған саяси hujjatli filmler қойып берілді. Бұл қалай таярлану керек, интервьюдің уақыты қанша болу керек, монтаж қалай болу керек, керек десең ол интершумлар менен байыту керек. Сонда ғана біз кадрдың сол hujjatli filmнің динамикасын ұстап тұра аламыз. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan turizmni rivojlantirishga juda katta e'tibor berilmoqda va bunda betakrorlikni keng jamoatchilikka, xorijda istiqomat qiladigan sayyohlarga namoyish etish alohida ahamiyatga ega va bunda media vakillarining tutgan o'rni katta. Turli xil yo'nalishlardagi hujjatli film shaklida mahsulotlar tayyorlab namoyish etish kerak. Bu borada Qoraqalpog'istonning salohiyati juda ham ulkan. Deylik, o'sha usturt manzaralari bo'ladimi yoki hunarmandchilikka oid yoki o'sha mashhur sovetskiy muzey haqida hikoya qilinadimi? Mavzular xilma-xil va juda ko'p. Eng asosiy mavzu o'zi aslida mana shu yerda istiqomat qilayotgan insonlar. Bu haqida tayyorlash kerak, mahsulotlar ko'rsatish kerak. Seminar davomida qoraqalpog'istonlik hamkasblarimiz bilan bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda zamonaviy yo'nalishdagi hujjatli filmlarni qanday tayyorlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shu mavzuni ochib berishda shular haqida, albatta agar ko'proq vaqt bo'lganida yanada ko'proq o'zaro bilim almashar edik. Kunning ikkinchi yarımınдағы media forumda o'z жұмысын boshladi. Onda Dekarnan kontent o'ray tarafidan sukun kechkim amalga oshirilib o'tirgan joybarlar, сондай Qoraqalpog'iston Respublikasidagi hukumatlik veb-saytlar, sotsial tarmoqdagi kanallarning rivojlanu bosqichlari haqida da jinoyatlarning nazariga prezentatsiyalar usunilmoqda. Media haftalik жұмағында қатнасушыларға арнаулы сертификатлар тапсырылды. O'ylaymizki, ushbu media haftalik loyihasi ham eng muvaffaqiyatli media maydonidagi eng bir e'tirofga arziydigan loyihalardan biri bo'lib qoladi.